Ramazon. Ramazon. Bilet, uyqum meni kutib Atajon? Mana nima, ahmoq. Daftarga to'lib tog'a. Ha, yo'q, daftarmi? Iflos. Agar kechgacha mana shu ichida qarzni yig'ib, men oldimga olib bormasang, mazzangni qochiraman. Do'konda D harfini eshitsang, dumingni qaltiraydigan qilaman. Tushundingmi? Shuncha qarz qachon teraman-ne? Alo. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi. Opa, daftarda qarz bor ekan, qachon berasiz? 3 oy bo'libdi. Beraman, chunki ketayotganim yo'q. Yo biron joyga ko'chib ketayotganim yo'q. Bulardan qarzni kuch yeta olish kerak yoki o'yin qo'za olish kerak. Birini topmasam bo'lmaydi. Kechgacha qarz toping. Shunday topaman, dumini qo'ygan itday aylanasan. Yanga, hoy, tog'am pasportni berib ekansiz. Hozir Ramazon kutib turing. Senga pul kerakmi-da? Hozir 5 minutda siltab solar bankidan kredit chiqaramiz-da. Pulikda qarzlarni kattasiga tashladim, bir tiyin ham qolgani yo'q. Ha, bulbulida. Ha, bu dekagima. Harakat qilish kerak ana shunday. Bo'pti, tog'am, yaxshi damang. Bo'pti, jiyan. Rahmat senga. Alo. Assalomu alaykum, hurmatli ijod. Assalom, yaxshimisiz? Ha, men. Hozirgina sizning nomingizga 30 million kredit olindi. Shuni vaqtida to'lab boring. Ramazon! Adam!